bo'lmasin ular bilan. Wa'bud robbaka hatta yatiyakal yaqin. O'lim soati kelgunicha, haqiqat soati kelguncha ibodat bilan shug'ullaning. Bularga parvo qilmang dedi. Nima bo'ldi oqibati? Payg'ambarimizni jinni degan, majnun degan, kazzob deganlar payg'ambarimizni oldiga kelib turib, kechirib qo'ying deb turishdimi Makka fathida? Iymonga kelishdimi? Payg'ambarning o'g'il farzandi yo'q, bu abtar deyishganlar. Ular xor bo'lib o'lib ketdi. Ularning bolalari payg'ambarimizni o'zlarining otalaridan ko'proq yaxshi ko'rmadimi? Alloh aytayapti. Ularning gapirayotgan gaplaridan yuragi siqilayotganligini biz bilib turibmiz. Lekin parvo qilmang. Tasbih ayting, sajda qiling, Allohning qulchiligini qiling, bu yoqni bizga qo'yib bering deyapti. Endi nima bo'lar ekan? Allohning aytgani bo'ladi. Agar siz o'ylab, fikr qilib, shuni hal qilishlikka harakat qilib, bir ta'sir o'tkaza olasangiz, mana fikr qiling. Endi sizni qo'lingizdan, ixtiyoringizdan tashqari bo'lgan narsaga mana kallangizni ovora qilmang. Bari Alloh aytgani bo'ladi, hech narsa qila olmaysiz.